dog' deb ezvordinglar o'rtoqlar boru lekin shunaqa ko'pki endi dog' bo'yicha muammoli yuzlar juda ham ko'p. Demak, mendan nima kutadi meni kuzatuvchilarim? Albatta maska, albatta yechim va dog'imni davolab bering, oqartirib bering. Mayli. Bu yog'iga endi dog'li yuzlar filtrsiz rasm videolarga tushadigan bo'lasizlar. Bugungi retseptimdan keyin hech kim filtr ishlatmaydi, Instagram filtrlari bo'ladi. Shu bilan. Demak, dog'ga retseptda va yaqinroq kelinglar deb prям сохранить qilib olinglar. Dog' uchun men sizlarga bugun bitta zo'r retsept o'ylab topdim. Endi bu narsani o'zi aslida biz ichib yuramiz. Jigarga, очищение bo'lsin, tozalanish bo'lsin, ichaklar tozalansin, ichki organlarimiz oqarsin deb. Bu nima? Bu albatta matcha. Matcha choyini hamma biladi. Yam-yashil bo'ladi. Shunaqa bemaza ichsanglar ko'nglingiz ayniydi. Endi bilmayman, menda shunaqa, men icha olmayman. O'shaning uchun men yuzimga suraman ko'proq matchani. Demak, matcha yuzimizni oqartiradi. Ayniqsa yoz keldi, yozda ko'chaga chiqib kelasizlar. Quyosh nuridan qorayib uyga kelishinglar bilan mana shu maskani qivorsanglar, bittada oppoq qiladi. 2 kun ham o'tmasin. Quyoshdan keldinglar, darhol mana shu maskani qilib oqarib olinglar. O'shanda quyosh ham xijolat bo'ladi sizlarga qarashga, tushishga, yuzinglarni qoraytirishga. Demak, matcha. 1 stalovoy ложка, 1 osh qoshiq matchani olamiz. Solamiz idishga. Uni ustiga glina. Meni eng yaxshi ko'radigan narsam bu glina. Demak, 1 osh qoshiq glina solamiz, aralashtiramiz. Unga 2 ampulada askorbinkani ochamiz. Bu bilasizlar, oqartirish uchun juda ham zo'r narsa. Askorbinovaya kislota. 2 ta ampulani bo'shatamiz ichiga. Va eng bizga kerakli narsa bu naturalniy yogurt. Ya'ni tabiiy yogurt. Demak, bizga naturalniy tabiiy yogurt. Demak, yogurtni solamiz, yaxshilab aralashtirib, maskani yuzimizga suramiz. Yarim soatgacha qo'ysa bo'ladi, agar yuzni achishtirmasa, yuzinglar ta'sirchan bo'lmasa, ta'sirchan yuzlar 10-15 minutga. Ta'sirchan bo'lmasa, yarim soatga qoldiringlar maskani. Yuvib tashlagandan keyin dahshat oqaradi. Melazma, xloazma, har xil turdagi dog'lar, homiladorlikniki bo'ladimi, ugridan qolgan dog'lar bo'ladimi, barchasiga zo'r ta'sir qiladi. Faqat bu maskani haftada 2-3 marta qilish shart. Natija ko'rmoqchi bo'lsanglar, 1 oy davomida qilasizlar. Matcha ham uzun marketda to'lib yotibdi. Eng arzon narsa o'rtoqlar. Demak, foydalanamiz, qilamiz, oqaramiz. Faqatgina sizlarga kerak narsa aptekadan bu askorbinovaya kislota ekan. Endi yogurt menimcha topish qiyin emas. Ishlatinglar, foydalaninglar va maza qilib oppoq qiz bo'lib, filtrlarni butkul unutinglar. Sog' bo'linglar.